Uyghur yazğıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq رومانى. Bu roman Belqut şirketide avazga elenip Belqut torida anlatıldı. Dervaqa hal ay rastalla özgergen idi. U ayaz bilen çin turmuş mizallaridan behragandın tatip özünün bir ayal ekanligini his qildi. Elbette u qandaqdir bir amaldarning aynak jozi ichiga tizib qo'ygan nafis buyumi. Ko'ch-ko'ylarda xalqlarning havasini keltiradigan pistik kuchki yoki ko'z tashlab ingalab beradigan qo'nchiqa emasdi. Gezi kelganda u ulug' ona bo'lalaydi. Bir erning xizmatida bo'lib, Alloh yo'lida savob olalaydi. Albatta er razi, xudo razi degan gap emasmi? Biroq hozir u nozirning gunohlariga shahid bo'lib, harom maishtidan o'zini bulg'ab, mushu kungacha bir unda, bir tunda yashab keldi. Onadan ko'ra qor bo'ron chiqamdi, 12 bal tayfin bo'rini ko'tirilamdi. Mayli qarar topsin, xal ay ya qaynamdin chiqar, ya sayramdin. Ayazmı xuddi xal aydek soğuk bir cüdünlü kütmekte. Bütün ügülerinden, boğumlarından qar küç temip durgan bu berdem dehqan, şeherdeki şahtallarını qo'liga bağlap qo'ygan ta'tir sügettek dachada oyqin, sayqin yürelmeydi. Turdi Hasanning chiroyiga qarab yolg'on hejiyib, og'zini ochsa, och kekirib, xoladan chiqsa, Abduvat çılapça tutup degandek erlik g'ururiga yundi chechib keldi. Nazirning oli kuchukları kep qalsa, ködü köpağını ep yo'qol deydigan yüzsizler hiç o'tirdi. Bu dacha tepilmasning xo'rmisi emas-ku. Bo'ldi, xal ayni elib chiqib ketsa, jenini jon etmamdi. 3 mo yer, 3 eg'iz uyni cheksiga tangsin. Bolsa-gu ata bovusdan qolgan chilalliqdagi yerdan olqanchilik bo'lsa-mu terib, ota onasining chirig'ini yoqqani savobli ish edi. Belqut xazinasi. Turdi Hasan o'zi yezib bergan hujjatni o'zi o'g'irlab, bermaslikning qozonini esvatsa, buningga nima degilik? Oq qushqashning targini yo'q, ochdan o'lgini yo'q, deb ota bobolarimiz bekor demagan. Xudoyim rizqimizni bir yerdan aytar. Dehqon davolashib o'tgan nadi bu? Yana kelib amaldor bilan. Bu xuddi o'lgisi kelgan choshqon mushukning quyruqini tishlagandakla hamoqatlikda. Shunga zamon sana boqmasa, sen zamonga boq debdikan. Mayli, xal ayla uning bag'rida bo'ladi ekan, butun jahon uning qo'ynida. Ayaz ana shundaq taq-tuqqa xiyollarga chirmilib o'ltirganida ishik chekilmayla bir tahsil langman ko'tirgan oyatbu kirib keldi. Bu Tolbostan voqeasi yuz berib 4-kunining kashligi edi. Bo'g'moq cho'kan qo'lidagi tahsini ustalga taqqa qo'ydi-da, o'zi supaga kelib o'tirdi. Ondan düp-dügülek ko'zlarini bir nuqtaga tikkanicha tumshuqlarini ushlab, uzungacha pushildab jimib ketdi. Ayazmi bu tul cho'kanning sukut bilan xiris qilishiga chidab undamay o'tirdi. Oyatbi, "Amisa, men gap qilaman. Quliqingni ding tutib angla" degandek bo'shqina yutilib qo'yib, giylanib rusladi. Necha vaqtdan beri aysima desangiz, ayoliga bakmi sodiq erkan deb yuribdiman, dedi oyatbu ko'zlarini alaytib. Aslida xal ay bilan oshnadorchiligingiz bor ekan emasmi? Ko'p kunduzda quchoqlashib, suyishgan yerda, nozir Urumchiga ketgan kunlarda nimalarni qilishqininglar,
oyoqdagi qetiqdek ap-oshkora ishda. Shunga meni puchuq sarga selib aldab ketdikansiz. Endi aqlingizni jo'rib, menga aytkashgacha javob bersangiz ta'liyingiz. Bo'lmasa bu dachada turman deb xom xiyol qilmang. Oyat bu o'rnidan turib ishik tuyiga kelishi bilan Oyoz beshini ko'tardi. Oyat bu, menga aytkashgacha saqlab ovora bo'lmang. Hozirla javobini berib etay. Qo'lingizdan nima kelsa shuni qiling. Menmu bu dachadan zerikdim. Lekin sizmu aqlingizni cho'rib, menga xom tamadi bo'ladigan xom xiyollarni qilib yurmang. Oyoz hech ko'rilmagan tamkinlik bilan Oyat bo'ga tikilib turadi. To'liq ishonch bilan bu uyga kirgan bo'g'moq cho'kan Oyozni yig'lab yolvordi. Tizlarimni quchoqlab kuchuklanadi deb chot soqqadi. Ammo hech o'ylamagan yerdan berilgan javob xuddi tosh to'qmoqdek kallasiga tegdi. Birdilla dimiqib, g'iqqiti bo'lib qolgan Oyat bo'ning ovozi anglandi. "Pa, qoltisiz. Qoltisi tehi oldimizda," dedi Oyoz ta'addi bilan. "Siz nozirga chiqim qilib puxadan chiqsiz. Men ayolim Oysimaning yurtiga ketib dehqonchilik qilaman. Xal oy ajrashib umu ketadi. Tanho qolgan nozirning bu yerda yashag'anining nima ahamiyati? Umu bu yerda turmaydi. Sizmi 300 so'm maosh, 3 vaqt sarxil tamoqdan quruq qilib, biz xaltingiz jimiydi. Kunda cho'loq katmaningizni ko'tarib etizga qatiraysiz. Qandoq qoltismikan?" Oyat bu uydan o'qchib chiqib ketdi. Bu sirliq suhbatdan keyin yana 4 kun o'tib ketdi. Qora bo'rondan hech xabar yo'q edi. 5-kuni Gugum bilan Turdi Hasan qaytib keldi. U Begzodani o'z uyiga akirvatgandan keyin Xol oy Naima uchi choyxonada tamoqqa o'ltirishdi. Oyat bu 2 xil qo'rimi bilan o'rnanni tamoq shirasiga qo'yib bo'lib, o'zi oshxonaga kirib ketdi. Er-xotin, bola uchi jimjit tamoq yeyishdi. Bo'libmi Xol oy bilan Turdi Hasan taqallashib qolgandan beri Turdi Hasan zaruriyat bo'lmasa gap qilmaydi. Ammo bakmo siliq sipoyi edi. Uning o'sha sipoyigarligi qo'rqinchli bo'lib, odavat o'tining shiddatli tutishayotganligidan derak beradi. Urumchiga ketib 5 kun bo'lganda, Beyjingga ketib 5 kun bo'lganda, siz bundaq ishlarning pirkomili degan jumlalar Turdi Hasanning taqdiriga munosabatlik shumliq bo'lib, uni qisos elishga undaydiki, hargiz bo'shamaydi. "Dada, men mo'nchaga tushib baldiroq yotibman," dedi Naima dadasining mangziga suyib qo'yib. "Erta opam bilan shaharlik doktorxonaga boramiz." "Oyoz akirib qo'ysinmi?" so'radi Turdi Hasan. "Yo'q, bo'ldi." Xol oy darhol rad qildi. "Naima ikkimiz doktorxonadan chiqib bozor aralaymiz. Shunga minibus yoki taksida kirganimiz aplik." Ular shu kuni kech o'z xonalariga kirib uxlab qolishdi. Lekin atsi atdigan Naima ota-onasining ishkini ansizlik bilan qoqdi. "Oppa, oqshom uzikim monchida untilib qoptikan. Siz ep qo'ydingizmi?" "Siz yuyinayotganda biz yetib qolgan tursak." Bu gaplar shuncha varqirab degidek bo'lanayotganda, yo'nliq qurtdak putlarini yotgan sirtiga chiqarib elib, o'ngdisiga yotgan Turdi Hasan ko'zlarini ching yumib uxlayotganda qiladi. Chaydoning bir xilda taqildigan ovozini anglagan Naima oshxonaga kirdi. Oldiga tartib tortib olgan Oyat bu atdiganlik choyga qo'rimi tayyorligini qilyotdi. "Oyat bu hada monchida uzikim qoptikan, ko'rdingizmi?"
Nəyimə xıcıllıq bilan so'radi. Tamoqni monchada etmagandan keyin kirib nima qilay? Oyat bu Nayimaga qarabmi qo'ymadi. Uyay! Nayima bo'sig'ida turib qoldi. Nimandaq sesqak qilasiz? Ko'madim desingizlar bo'lmadimi? Jinim Nayima, xapo'man. Oyazg'i bo'lgan ochiqqa yanmagan oyat bu nima deganini bilmay qolgan edi. Uyda opam bilan bir nima deyishib qolgan. Shuning xapaligida sizga qattiq tegib saptiman. Qarasam, axlat qatisi quruq turadi. Sizni to'kkili monchiga kirdim ekan deyman-a? Bo'ldi, takallashmanglar. Hujradan chiqqan Xalqay Nayimani mehmonxonaga akirib ketdi. Siz Urumchidan kelgandilar. Qizim, bu qimmat baholiq uzukda qiladi. Yettirib qo'ymangchimi degan edim. Yuyunib bo'libla yenib chiqibdiman. Endi dadingiz anglasa. Xalqayning gapi oyoqlashmayla turdi Hasan kechilik kiyini bilan kirib keldi. Nemish bo'ldi? Etdigandilar harining uvusi chivolgandek, bu nima varangchiring? Xalqay uzukning monchidan yo'qib ketganlik jarayonini so'zlab berish bilanla turdi Hasanning ishib qolgandek semiz yuzi purishib, qiyoq ko'zlari yo'g'on ichildi. U ona balaga bir haza chakchaygandan keyin long chamdig'inicha bulongdagi ishkapni ochdi. Ondan uningdagi kichik sandiqdan bir poch qog'ozni oldida Xalqayning qo'liga tutqazdi. Xalqay qog'ozga sinchilab qargan seri chiroyi to'tirib, burun ushlari terlab ketdi. Voy tova, nemancha qimmat uzuk bu? 120 ming so'm. Xalqay yallata eriga qaradi. Tutqilib bo'lmaydigan o'tlig'u bu. Nemishqimi olgansiz? Bilamsiz, bu boshqalarning sovg'ati. Turdi Hasan Nayimaga qo'lini shiltidi. Opangizning qo'lidagi u qog'oz oltinning soqlig'i. Olmos ko'zning jonliqini tekshirib baho qo'ygan bankining isboti. O'z vaqtida so'rasam, dedi Nayima qizirib. O'zimni sotiqini so'rma debdikan qizim, deb kulib turvadingiz. Mana endi yetgan pichoqning sepi oltin bo'ldimi? Munch pulliq uzuk desam, qizim o'ng'aysizlanib qolmasin degan yaxshi ko'nglimni tushunmadingizmi? Turdi Hasan sirtqa qarab g'azab bilan vaqirdi. Hoy, oyat bu, berikilang deyman. Turdi Hasanning varqirishi oyoqlashmayla oyat bu, mana men noziri deginicha oldirab kirib keldi. U o'l qo'llarini partuqiga etqash, bo'sig'i oldida to'xtadi. Oqshamsiz qaysi vaqtda uyingizga qaytdingiz-a? Turdi Hasan ko'zlarini oyat buga taqadi. Qani, so'zlang. Oqsham qochquchilarni yuyib bo'lib, oshxonaning umumyuzlik tozlig'ini qildim. Tamoq shirasi, o'rindiq, derizlarni surtib bo'g'icha kech soat 10 dan eshib qopti ekan. U chaqda Nayima monchidan chiqqanmidi? Men ish bilan bo'p ketib, xon qizning qachonlarda hujrasiga kirib ketganiga diqqat qilmabdiman. Oyat bu bir dilla jallandi. Haras, men uyga qaytganda Ayazkamning moncha atrofida timiz qilib yurganligini ko'rib qoldim. Oyat bu Xalqayga lappida qarab so'z kulimsiradi. Bu tuydirmay nashtar urishidi. Nima, Ayaz? Mehmonxonani Guriston jimlig'i bosdi. Xalqay eg'ir xursindi. Chunki oyat bu Ayazdan oshkora o'chilib intiqom lazzatini survatadi. Nayima qatlanma o'rindiqqa Xalqay divonga cho'kib kirib ketgandek tugilib qolgan edi. Turdi Hasan o'ltirgan o'rindiqini joqqita oldiga surdi-da, oyat buga qo'lini jo'nadi. "Bering, Ayaz degan dongalni chaqirib keling.
tez bo'ling. Xo'p, Nazir. U qayrilibla chiqib ketdi. Oyat bu choyxonada turibla uy oldida qo'llarini yuvayotgan Oyazga vaqirdi. Oyaz, Nazir chaqirdi. Oyaz qo'llarini ikki qo'ltiqiga sirtibla yugurib degidek mehmonxonaga kirib, bo'sig'ida qo'l qo'shtirib o'ri turdi. U Xolay bilan Naymanning bechora holatini ko'ribla qora bo'ron chiqqan chig'i deb o'yladi. Hem oxirgi jangicha Xolayni qo'g'dashni ko'ngliga pukdi. Ha, degina, kechada moncha atrofida nemish qilding? Nazir, o'zlariga oyat. Men har kuni kecha soat 10lardan oshganda dachining ichini bir aylanib bo'lib, yer osti uyidagi parqazinni tekshiraman. Ondan moncha, ambar, darvoza, yer osti uylarining eshigini qulflab yotaman. Oqshom monchaxonaga kirdingmi? Kirdim. Axlatchiligi to'shib ketibdi-kan, uni axlatxonaga to'kib etib, ondan eshikni qulflab qo'ydim. Xo'sh, monchaxonaga kirdim degan. Turdi Hasan Xolayga zaharxandalik bilan qaradi. Undaqda o'zikni sen opsan-da. Üzük? Oyaz tengirqab qoldi. Nima o'zikkan u? To'la xufsallik qilma. O'zik degan o'zik bo'lmamdi. Nazir, monchaning ishki qiyo echiqliqkan. Men bo'sig'i tuyidagi axlatchiligini oldimda chiqib ketdim. Moncha ichiga kirmadim. Nima? Boya kirdim deb o'z og'zing bilan iqror bo'lib eding. Endi bo'sig'idan yondim deysina? Sening zodi qaysi gaping rost? Nazir, men ko'zlariga sig'may qoldim. Haydi vetay desalar, kichikkina taqishadigan yeri bor, dedi Oyaz ochiqida. Bo'ldi, men 3 mo yer, 3 yig'iz uydan kechdim. Lekin meni o'g'ri tutmasizlar. Endi ko'ngillardagidek bo'lgandim. Men 3 mo yer, 3 yig'iz uyni bermaslikning qozonini esib, seni o'g'ri tutibman-da. Gaplaridan o'p-o'chiq chiqib turmamdi. Oyazning qo'llari titrayverdi. Men 46 yoshimgacha bir kimning yengni sichog'liq narsasiga ko'z qirimni solgan banda emas. Bu men uchun haqorat. Sening gaping yo'g'on-g'u texi. Turdi Hasanmi o'rnidan turib ketdi. Dada, bo'ldi qiling, dedi Nayima yig'lamsirab. Oyazkam undaq qiladigan odam emas. Uzikingizni to'lab bersam bo'ladigan-du. To'lab bersam? Turdi Hasanning yuzi talla aymangidek o'zgarib ketdi. Qandoq to'lamoqchi? Toyilliq do'koningizning pulidandir. Pah, bu qandoq ustadliq-a? Salgan dasmoya meningki. Dasmaydan boshqa foydaning 80% mening degan gap. Undaqda siz sog'ramning terisini shilib elib, yuzimni yamamoqchimi? Dada, siz bo'ldi, gap qilmang. Jahli bilan varqirdi Xolay. Nazir efendim bu chaqqicha yuragida saqlab kelgan haqiqiy g'arizini oshkorladi-ku. Buningga yana gap ketamdi. Sizdek o'gay qizdan 20 yillik non qarzini olmaganga xo'sh bo'ling. Turdi Hasanning quloqlari vangshib, ichida bir yeri terrasada uzilib ketgandek to'lg'inib ketdi. U nima xayollar bilan band bo'lib qilib, munda xatolikka yo'l qo'ygandi. Bu hisobotning texi vaqti bar emasmidi? Naymani üzük orqali amdila birinchi qapqonga dassatgan tursa, Oyaz bo'lsa ko'ngildikini topdi. Shuning o'zi g'animat. Ammo boyaqi tantakli qandoq bo'lib ro'y berdi? To'g'ri.
hammani qilgan ashu arsirab qolgan qonjiq oyat bu. 2 kun ilgari ularning o'rtasida mundaq sirliq paranlashish bo'ldi. Xaloy bilan Oyoz quchoqlashib suyishdi. Texi siz Urumchiga ketganda bundan keyin ko'z quloq bo'l. Shaqongni ko'ngling tingidak berman. U ikkisining adabini bermasangiz, siz qandoqmi er bo'lasiz? Og'zingni yig', vaqt emas. To'g'ri, Nozir o'zini kontrol qilolmadi. Nima uchun? U Oyozni ko'rish bilan yiliqi suyishish ko'z oldiga kelib olgan edi. Shunga u o'tqashdek qizargan ko'zlarini Oyoz bilan oyat bo'g'i tikdi. Sizlar chiqib ketinglar. Turdi Hasanning bakmi o'sal holga tushib qolganligi tushkun kayfiyatidan bilinib turadi. Men sizlarga gap qilyapman, chiqib ketinglar. Oyoz bilan oyat bu chiqib ketishdi. Ularning orqasidan Turdi Hasanmu eg'irlashib ketgan tenini orolga ko'tarib o'rnidan turdi. Ondan eg'ir nazar bilan xotini ham o'gay qiziga qaradi. Meni kechiringlar. Men sal oshirib etdim. Turdi Hasan birdilla qiyirib ketgandek dumchuyib uydan chiqib ketdi. Erining haqiqiy qiyofatini tunji qitim ko'rib, qalbi nafratga to'lgan Xaloy qizini boshlab uydan chiqdi. U gullikda ishlayotgan Oyozni anglasin degandek ovozini ko'tarib so'zladi. Nayma, patroq mangayli, bo'lmasa soat 5gacha qaytib kelgili bo'lmaydi. Darvozadan chiqib oldidagi 200 qadamdak cho'kantal ko'chasida qo'ltiqlashib ketayotgan ona bolani mehmonxona derisidan ko'zlab turgan Hasan beshini chayqaganicha "Voy buzuqlar" deb tilladi. Biroq u aslida qora niyatlar deb tillasa eng muvofiq bo'ladiganligini o'ylab qoldi. Demisimi ular Turdi Hasan Urumchiga ketib 5 kundan keyin toyoq yegan to'g'liqning parda orqasidagi kushandisini pol selib bilib oldi. Bo'libmi 20 yil oldidagi 5 kunni hozirgacha unutmay kelishidan niyatining naqadar qoriligini belgilab bo'lmamdi. Ras, Turdi Hasan o chog'da shundoq qilmasa bo'lmaydi. O'zidan 18 yosh cho'ng eridan nomus qiladigan Faxrnisa jeni suyingidek muhabbatga erishalmagandan keyin ko'chaga qaradi. U ko'chaga qaragan seri Turdi Hasan o'chki yog'larini eritib, ichsirini to'kib, eriq o'stanlardan maishat ko'liga kirayotgan boylik manbalarini deb qo'ydi yoki uning bilan maqtandi. Faxrnisa jiq ishlarni bilib ketgandan keyin rastilla eriga tekib bo'ldi. Bu chog'larda Turdi Hasan Xaloyga xufiyana kuyib yurgan chog'lari edi. Shunga u Faxrnisaga ajrashish talabini qo'yib edi. Bu insofsiz xotin 5 eg'iz uydagi tamg'i qoqqan mixni talab qilmadi. Onundan boshqasining hammasini olaman deyishdan sirt yana naq 500 ming so'm bermasa bo'lmaydiganligini. Bo'lmasa reviziya komitetiga berib hammani deydiganligini jakarladi. Texi qiyriga tekkan cho'kanning xaridori bo'lmaymish. Shunga yoshlik bahorini nobud qilgan Turdi Hasan cho'qim to'lam to'rilishi lozimmish. Oqibat Turdi Hasan Xaloyning erini sho'pirlikqa qabul qilishdak kelgusining yangi planini tuzdi. Bu to'limi nozik o'yin edi. Shunga u Mas'udni bir necha qatam qasdan uyiga boshlab kirib, yosh xotinining yuragini o'ynatib etdi. Shu orqali ularni bir-biriga bog'lab qo'ydi. Sharoit yaratib berib bilmasga soldi. Texi bu chaqqicha Faxrnisaning orqasiga selib qo'ygan oyg'oqchilarni amaldan qoldirib, ularning yuraklik o'ynashiga qo'yib berdi. Agar uning bu ulug'vor plani amalga oshsa, Faxrnisa o'zligidan ajrashib Mas'ud bilan ketadi. U chaqda tul qolgan Xaloyni har amallab qo'liga qo'ndirib oladi.
Әмма Мәс'удның хал айдын ажырашмайдығанлығыны білгәнден кейін Turdi Hasan planını qayta o'ylashmasa bo'lmaydiganligini his qildi. Turdi Hasanning o'ziga o'xshash amaldor do'st yoralari bor edi. Ular ancha-muncha o'ltirish, choylarni qilib turardi. Lekin uning bu o'yinlari xotini Faxrinisaning o'yinlariga yarmoq bo'lolmaydi. U ara kunda bir qitim o'ziga o'xshash moda yoshlar yig'ilib tong atqicha o'ynaydi. Yuqori ovozliq yangratqulardan chiqayotgan ala tag'il musiqalarga keltirib, har xil tansilarga, diskolarga tushadi. U chaqlarda Turdi Jujaning uyi binoda bo'lg'ashqa, varang-churung, naqshi musiqa, qiqas cho'qanning dastidan butun bino titrab ketadi. İdara xizmatchilari Jujaning yuzini qilib bir nima deyolmagani bilan pensiyaga chiqqan kadrlar yuz xotira qilmay hayvonisiga tillaydi yoki nazoratga inkos qilib Jujani gapga qo'yadi. Shunga Turdi Hasan bir necha qitim bundaq ranglik o'ltirishlarni azaytishni degan bo'lsa-mu, Faxrnisa "Savoqdoshlarim, emakdiki do'stlarim, cho'lpallar" deyish orqali Turdi Hasanning og'zini tuvoqlaydi. Xayriyat er-xotin ikkisining choy, o'ltirish, turli xotirlash yig'ilishlarining to'limi fayzi bo'lganligini dövilinib ketgan har xil ichimlik botilka qutilaridan belgili bo'ladi. Hatto qarorda bo'ladigan bundaq ma'murchilik, tolqon to'ktilarni, hatto ba'zi eski tuski yig'adiganlarni bilib ketdi. Bu uyga botilka yig'adigan 50 yoshlar chamisidagi chochlari paxbaygan bir odam ko'nib oldi. U har kelganda har xil botilka, sovuq ichimlik qutilarini tog'iriga toshqizib akitadi. Ham Turdi Hasanga qo'sh-qo'shlab egilib, ta'zim qilib, o'zining sadoqatini izhor qiladi. Bir necha qitim u pivo, haraq botilkalarini, sovuq ichimlik qutilarini tog'iriga saytlayotganda, shofir Mas'ud Faxrnisani umakdan elib keldi. Faxrnisa uyga kira-kirmayla Mas'udga esilib, qo'llaridan tortib opirib, har xil fasonda tushgan rasmlarini ko'rsatib, rang-garang g'iljanliqlarni o'xshitib etdi. Potolga yiqqichi Faxrnisa bilan Turdi Hasanga sing'ayan qarab, Mas'udga g'alitila olib qo'yadi. U Turdi Hasanga "Sen ko'ngling yaxshi, ammo yavash ekansan" deb ketib qoladi. Bir kuni Turdi Hasan uning tog'iriga potolkalarni selib bergach, mo'ngdishib qoldi. "Gap so'zingga qaraganda xeylilar saviyang bor ekan. Burun nemish qilatding?" dedi Turdi Hasan uning chor burutiga qarab. "Buni so'rab qoldingiz, boshliq." Potolka yiqqichi beshini chayqab kulib qo'ydi. "Aslida menmu bir idoraning kadri edim. Lekin ma'lum xatolik sababidan 20 yil kesilib ketdim." "Nima? 20 yil?" Turdi Hasan cho'chib ketdi. "Xatoliging nima edi?" "Mening xotinim sizning xotiningizdanmi yosh ham chiroyli edi. Lekin u boshqarma boshlig'imiz bilan avval yoshirin, keyin oshkora, noshayon ishlarni qildi. Idoradagilarning hammasi menga xayrxohlik qiladi." Potolka yiqqichi mitchida yig'lavatdi-da, qop-qora yerilib ketgan barmoqlarga ko'zlarini surtdi. Keyin g'ururimga tegadigan ishlar bo'lavergandan keyin men u ikkisini mashinasi bilan portlatib. Xotinim o'ldi. Boshliqimiz umrlik miyib bo'lib qoldi. Nima bilan portlatib? Men asli oliy maktabning ximiya fakultetini bitirgan. Undaq narsalarni yasash menga sir emas. Turdi Hasan potolka yiqqichiga qiziqsinib uzun qarab ketdi. Lekin potolka yiqqichi g'alitila kulib qo'ydi. "Chiroyliqda vafo yo'q degan gapni kimlar debdi ekan?
Ajabmi baland gap ekan, deb qo'ydi. Bu oraliq bir kechasi Turdi Hasan yomg'irliq chapinini kiyib uydan chiqib ketdi. U ostiga kahish yeytilgan tor ham agri-bugri paskana ko'chalardan o'tdi. Chechilib ketgan har xil chirinda axlatlarning dastidan yerga dastigili bo'lmaydi. Turdi Hasan shuncha uzun yillardan beri mundaq mahalla ko'chalarni ko'rib baxmaganligini his qildi. Bo'ron xuddi jahonni yalmab etadigandak huvilaydi, shiddatli nari tartatdi. Orqadan yomg'ir to'kibdi. Tig' o'tmaydigan qorong'ulik edi. Turdi Hasan bir tup qoqshal daraxt tugida o'zini saqlab turgan qop-qora soyaga bir bo'loq bezga o'ralgan bir narsani berishi bilanla soya darhalla qo'yniga tiqdi. Orqadan Turdi Hasan pichirlab bir narsani sundi. Uning ichida mashina qo'yish uyining ham idora darvozasining ochqichlari bor edi. Shahardagi qor yog'ochliqda Mas'ud bilan Faxrnisa portlab ko'sayga aylangandan keyin heliqi botolka jiqquchimi iz-deraksiz g'oyib bo'ldi. Albatta, Xudoyim, ol qo'lim devatgan bo'lsa, boy bo'lib ketgandir. Endi botolka jiqmasimi bo'ladi-da. Turdi Hasan aşı ko'ngilsiz ham vahimaga to'lgan ishlarni o'ylamay deydi. Biroq bu qitim xudini xolay aşı ko'ngilsiz jarohatni tatilab qonitib qo'ydi. Turdi Hasan mehmonxonadagi divanga cho'kib o'ltirib, jahonni yana qanchalik tasqaydikin bilgili bo'lmaydi. Ammo o'ylada kimningdir varqirgan xira-xiraq ovozini anglab, erinchaklik bilan o'rnidan turdi. U koridorga chiqib, tik palampaylarga qadam elishi bilan oppoq katman soqol, paxma qoshlari ostidagi cho'ng ro'shan ko'zlari o'ziga qodilib turgan tambal bir buvayni ko'rdi. "Ha, nemish? Kimni izlab kellar?" dedi Turdi Hasan kibri bilan. "Voy, kimni izdaytdim, seni izdamay. Ajab o'rdakdak o'zingga suv yuqtirmaysan-a?" Buvay chiroyli soqolini sepab qo'ydi. "Ammoza, sen bir o'qimishliq katta amaldor turib, bizdak dehqonlarni bo'zaq qilsang, Xudo ravo ko'ramdi-ha?" "Hey, oqsoqol, men kimni bo'zaq qildiman? Nimandoq oljoqi odamsiz?" "Voy, undaq odam tillima. Biroq qizing bilan o'g'lim ish-pash tortishib qolmagan bo'lsa, sening bilan boshqacha zo'qillashatdim." Buvayning so'zlaridan Turdi Hasan o'zini tinchab qoldi. Chunki u to'g'liqning dadisi ekanligini bilib qolgan edi. "O'ziri ko'murchi balaning dadisi o'xshamamla?" Turdi Hasan palampaydan bir necha baldoq pastga tushdi. "O'g'illarga obdan nasihat qilsalar oqsoqol, har kim o'z xili bilan degan gap bor. O'zini chaqlamay egiz o'qirga esilsa burni qonaydi. Shunga o'g'limni lukchaklarga urg'izibsan-da. Sen bir amaldor turib qonun nizomni bilamsan yo'q?" Turdi Hasanning o'g'izlari gajgisi qurdi. U buvayga til solmoqchi bo'ldi. Ammo bu chaqda bog'dagi ko'k tasliqni o'tab, qo'llari ko'kirib ketgan Oyoz yugurib keldi-da, Turdi Hasanning oldini to'sdi. "Ko'ngillariga olmaslar tunazir. Yashinib qolgan odam nima deb qo'yganini bilmaydi. Sening chattig'ing bo'lmasin. O't bu yoqqa." Turdi Hasan Oyozning maydasidan ishtirib etib, pastga tushdi. "Voy, gap qilmasam, menga qonun nizomdan gap sotadi-ku bu qiyri. Voy, nozir bo'lsang o'zingga, menga nima yo'g'onlik qilasan?" Buvaymu oldiga 2 qadam siljidi. "Bo'ng'isi qudamkan deb oyog'anni bil. Agar qonunga arz qilsam, 2 putonni bir o'tikka tiqidi."
Gap qilmasam inchik tillaring chiqyapti-da sening. Turdi Hasan oldiga dopshinib keldi. Kim sening qudankan? Og'zingga bep so'zla. Qizingdan so'ra. Amaldor turib xotin elish, erga tegishning yo'sinlarini bilmaydi-ki bu jonivar. Buvay o'zini orqaga ishtirayotgan Oyazga qarab olaydi. Saralada chig'ida kadrlar to'li so'zlab quloqlarimiz yodab ketdi. Hozir qiz yigit ota-onaga boqamdi. Hey, chavosh qeri, to'li saprayimni o'rlatmay dochidan chiq. Turdi Hasan qo'lini shiltib oldiga kelishi, Oyaz uning oldini to'sdi. Tunazir ochiqlarga hoybasla, u yashangan odam ekan. Gajgisidan ishtirib chiqaravat uni. Nima o'g'amni qaynatadi? Bo'ladi Tunazir, men chiqarib etay. Mana shu chaqdala Amrulla buvay Turdi Hasanning so'l quliqining ostidagi badamda qizil xolga tikilib qoldi. Tikilgan seri ko'z chanoqlari yo'g'inib, burun tushiklari kengayib, eg'ir tinishqa boshladi. U ichida Tunazir deb asta shivirladi, ham orqaga 2 qadam chekindi. Sen Amrulla buvay Turdi Hasanga qo'lini jo'natdi. Sen Turdi Hasan bo'lsan-ku deyman. Shundoq, meni na'dim bilasan? Turdi Hasan hayronlik ilkida buvayga qadilib qoldi. Sen oxiri pushaymon azobida qon qusib o'lasan. Buvay orqaga chekindi. Men bu yerga kirmasam bo'ptikan. Men seni xato to'nib qaptiman. Buvay ilang-silang qadam elib menishiga Oyaz uning qo'ltiqidan yo'lib oldi. Lekin u Oyazni ishtirib etib darvozadan chiqib ketdi. Shundaqdimi Oyaz uning oqisidan ko'chaga chiqdi. Oyaz Eren daryosi bo'yidagi heliqi pinhon to'qayliqqa yetib kelganda Xaloy bir to'p orchiga yo'linib o'ltiradi. U o'rnidan turdi-da, siliq qadamlar bilan kelgunicha Oyazni quchoqlab yig'laverdi. Yirik olqonlar yoshlarini, yuzlarini silvidi, u texmo esadab ketdi. Atdigan soat 5gacha degan gapingizni anglab, baldirroq keldim, dedi Oyaz Xaloyni o'tloqqa o'ltirg'izib etib. Naymachu? Men mashinadan tushib qoldim. U o'dilla tarsuga ketdi. Doktorxonadan bir muncha dora, undan boshqa quvvat bo'ladigan narsalardan olgan edi. Tug'liqqa opirib bermoqchi. Bugun atdiganki ishdan bek ansirgandim, dedi Oyaz Xaloyning yoshlarini surtib etib. Degan bilan sizning so'zlaringiz hammamizni qutqizib qoldi. Siz bir ishga diqqat qildingizmi? Xaloy Oyazning qo'llarini tutdi. Siz uyga kirgan hamon Nozirning chiroyi oqirib, ko'zlari etilib chiqib ketgandek poltiyib, tizig'i qo'yib olgan qo'llari putlari bilan qo'shilib titrab ketdi. Shu chaqda Nozir bilan Oyat bu g'alatilar qarashdi. Siz nima demoqchi? Oyaz jiddiylashdi. Qani, o'ylaganingizni deb beqing. Atdigan sizga bergan ishoratim mushu ishlar haqida paranglashish bo'ldi. Xaloy birdan jimib qoldi. Meningcha Oyat bu heliq ishni Nozirga deb bo'ldi. Siz Oyat buni uydan chiqarib etgan kunning ertasi ular bog'dan yal yemish ochiqish bahonasida kirib ketib uzunda chiqdi. Nozirning chiroyi bilakchilar totirib ketgan edi. Nima? Oyaz cho'chib ketdi. Deb bo'ldi demsiz? Undaqda o'zingizni besib eling.
Hozircha Nazir sukut qilib turib oldi. Xol ayning tovushi bag'an seri pasaydi. Meningcha uning koni kesili yana qo'zg'aldi bo'g'ay. Qandoq kesal u? Qisas elish kesili. Xol ay eg'ir xursindi. Buningdan keyin xol ayni bir yer opirib keling deb mashinani bersa, amal bor unimang. Bək təlik selib turvasa yoki besim qilsa, mashinani tekshiring. Bo'libmi to'rmizni? Xol ay, nimalarni davatsiz? Oyazning teni shirkinib ketdi. Uncha vala emas-tu. Siz ko'p ishlardan xabarsiz. Men u odamni obdan bilaman. Ular erg'ay, archa, dub, iran, o'sha ham ko'k teraklar bilan qoplangan o'rmon ichini asta aylang'ach, Iran daryosining qo'mush, yekan, yumshoq misil, chig'irtmoqlar qilin ham idiz o'sgan qirg'oqlarga yetib keldi. Iran daryosi bir xilda shovildab, lo'mshib oqmoqda edi. Ayaz Xalay bilan Naima shaharga kirib ketgandan keyin dochida yuz bergan ishni hayajon bilan so'zlab berdi. Amrulla buvay ham nozirlashqanlardan tortib, buvayning oxirida g'alatilar bo'lib, nima deganlarigacha hammani olib qo'ymadi. Xalay anglagan seri hayronlikdan uni ichiga tushib ketdi. Sen oxiri pushayman azobida qon qusib o'lisan. Men bu yerga kirmasam bo'pti-ken. Men seni xato to'nib qopdiman. degan dahshat, bezorlik ham nafratlik bu xitoblar buvayning "Sen turdi Hasan bo'lasan-ku" degan to'nishligi bilan munosabatlik albatta. Burun ularning o'ttirsida biror ish yuz bermagan bo'lsa, nima uchun buvay shunchalik g'azablanadi? Chiroyi o'msurin, harakatlari g'ayriy bo'ladi. Mana bu sirliq ham mavhum savollar xuddi singmagan tomoqdek hol oyni bearam qilib etdi. Uning esiga uzun yillar ilgari bo'lgan bir ish yodiga kelib qoldi. Turdi Hasan bilan hol oy to'y qilib uzun o'tmay Turdi Hasan mehmon chaqirdi. Hol oy oshxonada qo'rib choy quyib yurib quliqiga mundaq gaplar kirib qoldi. Turdi, Tarsuga xizmat guruhi bo'lib tushgan vaqtingda sen kurashni behching tutib o'xshaysan. Sen qaytib kelib, orqangdan bir necha dehqon arz avatibdi-ken. Men xatchaklarni bir taraf qilganda besib qo'ygan. Bilaman, 1962-yili 29-may vaqasida Sovetga qo'shqanlarning ota-onalarini, urug' tuqqanlarini bir qaytimdan g'alvirdan o'tkazishga to'g'ri keldi. U chaqda shundoq tutmasak bo'lmaydi. Bo'lingan bu gaplarni Xalqay uzungacha unutmaydi. U eridan bir necha qaytim ko'chilab so'ragan bo'lsa-mu, u bo'ldi, ko'ni ishlarni chuqchilab nima qilasiz? debla gapni uzib etdi. Hatto Tarsu degan qayada deb so'rasam-u, ochiqlab qoladi. Aslida Turdi Nazir yoshligida Tarsuda turibdi-kanda, dedi Oyoz daryoda qo'lini yuvib. Biroq u nima uchun yoshirdigandu? Heliqi og'aynisining gapining uranidan qaraganda Xalay xiyol bilan daryoga qaradi. U simpi kurashni ching tutib etib, bir qism dehqonlarga ziyonkashlik qilgan. Farzimcha, Amrulla buvaymu ziyonkashlikka uchirganlarning birisi. Farzingiz yo'lliqda qiladi. Amrulla buvay Nozirning quloq ostidagi qizil holini ko'ribla to'nib qolgan bo'lishi mumkin. Hep belli, to'g'ri dedingiz.
xal ay qo'l yog'liqini oyozga sundi. Dastlabda diqqat qilmag'achqa takallashmagan. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jالالىدىن بەھرامنىڭ Көмүрчі بالا nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.